Jumanazar aka, o'zi Dubayda to'lov usullari qanday? Ya'ni men to'lamoqchi bo'lsam, uy bitguncha rassrochkami? Ba'zi videolarda 6-7 yilligini ko'ryapmiz. Qanday holatda bo'ladi? Shu haqida bir tushuncha bering. Xo'p, ikki xil varianti bor. Aslida 3 xil variant desam bo'ladi. Birinchisi naqd 100% to'lash. 100% to'lash. Xo'p, endi ikkinchisi uyingiz bitgunicha bo'lib rassrochkada to'lab berish. Bu 2 yil bo'lishi mumkin, 2,5 yil bo'lishi mumkin, uyingiz bitgunicha. Uy bitganda to'lab bo'lgan bo'lishimiz kerak. Masalan, siz 200 ming dollarlik uy oladigan bo'lsangiz, sizga 200 ming dollar emas, 100 ming dollar kerak. Boshida demak 40 ming dollar atrofida boshlang'ich to'lov to'layapsiz. Oyma-oyga masalan 2 ming dollar atrofida to'lab ketasiz. Qolgan masalan 50%ni uyingiz bitganda to'lab, demak xohlasangiz 50% ni to'lamasdan turib qaytarib sotsangiz ham bo'ladi. Bu variant ham mashhur. Misol uchun Filippin deydi, qaytarib sotish uchun oladigan odamlar 200 ming dollarlik mol-mulk uchun 100 ming dollar ishlatyapti-da, keyin qaytarib sotyapti. Ya'ni ishlatgan puliga nisbatan 250 ming dollarga sotsa, ishlatgan puliga nisbatan 50% daromad qilish. Ya'ni 200 ming dollarlik uy uchun bitgunicha 100 ming dollar to'lab beryapti. Uni ham bo'lib to'layapsiz. Uyimizning narxi misol shu 2 yil yoki 3 yil davomida 30% ga yoki 25% ga oshadigan bo'lsa, uyimiz narxi 200 ming, 250 ming dollarga aylanadi. Ya'ni 100 ming dollar pul tikib, 50 ming dollar ishlab olsa bo'lar ekan, ya'ni. Xuddi shunaqa. Investorlar uchun juda yaxshi usul ekan. Yana qanday usullari bor? Bundan ham yaxshiroq bo'lgan. Ikkinchi usuli, demak, uyingiz bitgunicha aytaylik 60% yoki 70% ni to'laysiz. Qolgan 30% yoki 40% ni esa uyingiz bitgandan keyin ijarachi qo'yib, ijarachidan yopib yuborsangiz bo'ladi. Masalan, o'zimizda men misol uchun nima deydi, o'sha aytganim uyimizni kalitini berdi, lekin hali uy to'liq bitgani yo'q. Lekin kalitini berishdi, shu ichkarini remontini qilaveringlar deb turib. Kalitini berayotgan paytimizda, olayotgan paytimizda sizlarni masalan 2 million so'm qarzimiz qolib ketgan ekan, o'sha 2 million qarzingni beringlar, keyin kalit beramiz deyishdi. Ya'ni bizda kalit olayotgan paytda hamma narsani hisob-kitob qilib qo'yishingiz kerak. Bu yerda esa aytayaptiki 60% ni, ya'ni 200 ming dollarlik uy bo'ladigan bo'lsa, 120 ming dollarini to'layapsiz siz, yoningizdan qo'yayapsiz. Qolgan 80 ming dollarini esa ijaraga qo'yib, ijarachidan kelgan pul orqali yopib yuborsangiz bo'ladi. Bu qancha muddatgacha qolgan 80 mingni rassrochkaga beradi? 3 yil, 3,5 yil mana shu atrofda. Bu degani uy bitgunicha 3 yil muddat bo'lsa, uy bitgandan keyin yana 3 yil. Shunda bizga 6 yilga rassrochkaga beradi. Xuddi shunday ham. Demak juda yaxshi imkoniyat ekan. Misol uchun investorlar uchun, men o'zim ham 2 yildan buyon ishlayotgan bo'lsam, aynan mana shu usul juda yaxshi hisoblanadi. Chunki siz aytaylik 1 million dollarlik mulk oladigan bo'lsangiz, bitguncha 60% ni to'lab bersangiz, qolgan 40% ni agar raqamda aytadigan bo'lsak, 400 ming dollarini ijarachi orqali yopib borsangiz bo'ladi. Men shu yerda bitta narsa aytib ketayin. Bitta kitob o'qib qoldimda, kitobning qaysidir qismida mana shunday deb yozilgandi. Sen masalan million dollar ishlash haqida o'ylashing kerak emas. Sen dastavvalga topgan 100 ming dollaringni yaxshi sarflash haqida o'ylashing kerak degan. Keyin shuni aynan mana shu post handover, ya'ni uyingiz bitgandan keyin ham to'lab yurishga juda mos kelar ekan. Keyin ha dedimda, bu yerda masalan aytaylik bitta quruvchi kompaniyadan uy oladigan bo'lsangiz, 120 ming dollarini bo'lib to'ladingiz. Qolganini ijarachidan qopladingiz. 120 ming dollaringiz 200 ming dollar bo'ldi. Keyin uyda o'zini narxini ham oshishi bor. Uyda o'zini narxini oshishi bor, demak 250 ming dollar bo'ldi-da, bunday olib qaraganda. Ya'ni siz 100 ming dollarni to'g'ri ishlatdingiz, 100 ming dollar pulingiz o'sha bunday olib qarasangiz, oxirida 250 ming, 280 ming dollar atrofida pulga aylanyapti-da. Ya'ni o'sha gapni menga juda yoqqan, juda zo'r insight bo'lgan. Men demak, dastavvalgi 100 ming dollarimni yaxshi ishlatish haqida o'ylashim kerak ekan. Dastavvalgi 200 ming dollar pulimni aqlli ishlatishni o'rganishim kerak ekan deb, keyin men shu post handoverni ko'rgan paytimda, demak, o'sha gap mana shu yerga juda to'g'ri kelar ekan deb o'ylagandim.